Oltinsoydan 2021 Damas sotuvda 70 million naqd hisob ketasizlar. Pul yetmasa 1 oy variant bor deyapti aka. Damas avtomobili Denodan 2024. Avtomobili Oltinsoydan Dehqondan 2022 videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Damas so'raganlarga Denodan 2023 tayyor Damas sotuvda 49 ming yurgan. Labo so'raganlarga 2025 Denodan variantga 5 oyga beramiz. Boshidan 55 million bo'lsa bo'ldi. Ingroq Damas so'raganlarga 2024 Sarasadan 18 ming yurgan. Labo so'raganlarga Denodan shu akadan 2025 yangi Labo sotuvda ekan, siz 35 millionlar puli bo'lsa, через bank ham qilsangiz bo'ladi. Avtomobili Sarasa Sharg'undan 2013 bir oy varianti bor. Labo so'raganlarga Denodan 2024 36 ming yurgan. Varianti ham bor, через bank ham bor. Damas avtomobili 2008 Damas sotuvda Denoda 2024 22 ming yurgan. Holatsiz variantga, holatsiz buni ham через bank qilish mumkin. Avtomobili Termizdan 2023 kelishamiz. Labo qilingan sotuvda videorolik davomida ko'rib o'tamiz. 2008 dokumentalni. Urxon Media. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 19-oktyabr 2025-yil Surxondaryoda Deno mashina bozoridan Damas so'raganlarga va esa Labo narxlari bilan tanishtiramiz. Video yoqsa albatta like bosib, paysa qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Oltinsoydan 2021-yil toza Damas sotuvda ekan. Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat, kraskasi toza, 4 balon yangi, yoqilg'isi metani ham bor, 65 talik. Xo'p, mana salonchilar chiqol poli qilingan. Probek 96 ming yurgan. U monitorlar borki, YouTubedan qo'shiq kelib bemalol ko'rib ketaverasizlar. 96 ming kilometr yurgan 2021-yil Damas. Mana kuzov raqam BRKM 2021. U barlarni qarang. Kolonkalar bor, mikrofon nimalar bor, monitorlar. Aka nech pul deyapsiz 2021da? 75 million so'm baho qo'yilyapti. 96 ming yurgan 2021 Damas. Aka savdoni ayting, nechi bo'ldi? 68 million bo'ldi, 70 bo'lsa beraveramiz. 68 ga berilmabdi, 70 million naqd hisob ketasizlar. Aka nomerni ayting. 77lik 023 023 1720. 1720 shu nomerga bog'lanasizlar. Oltinsoydan Damas sotuvda 70 million naqd hisob ketasizlar. Aka variant bormi yo'qmi? 1 oygacha bor. 1 oygacha varianti ham bor ekan. 2013 Damas sotuvda ekan. Surxondaryo viloyatida Sarasa Sharg'undan 2013 Damas sotilyapti. Aka kraska qanday? Kraska bor. Kraskasi bor. Xo'p, necha foiz kraskasi bor ekan? 30% kraskasi bor. 4 balon yangi ekan. Xo'p, metani ham bor ekan, 65 talik. U chiqol polilar qilingan. Salonchi Udarka aka. Mana qarang, salonlar qarang, qanday pul takamiz. Xo'p, 431 ming yurgan aka. 431 ming kilometr yurgan, oynalar tonirovka. 2000 necha dizelni? 13 ha? 2013. Motori qanday aka? Zaddi moslarga zo'k yo'qmi? 2013 Damas sotuvda ekan. Narxini ayting aka. 55 baho qo'yilyapti, o'tar qaytari bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Nechi bo'ldi? Mana 55 deyapti, 45 savdo bo'ldi ekan, kelishamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 737 75 78 shu nomerga bog'lanamiz. Aka variant bormi yo'qmi? Variant 1 oygacha mol qo'ydi sotib bersangiz bo'lar ekan, dokumentgacha. 2024 Denodan Damas sotuvda ekan, neobычный rang bilan deganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka 2024 yili yangi Damas sotuvda ekan, 4 baloni bor. Metani ham bormi aka? Metani yo'q ekan, 4 balon qo'yilgan, chiqol polik u. Afshgacha chiqol qilingan ekan. Probek 36 ming aka. 36 ming kilometr yurgan 2024-yil Damas sotuvda mana birki raqami ham bor. Xo'p, aka savdo bo'lyaptimi yo'qmi? Bezinda ekan-a? 2024-yil bezinda Damasimiz sotuvda. Mana qarang, kraskalar yo'q, toza aka. Nech pul savdo bo'ldi? 81 bo'ldi. Siz nech pul deyapsiz? 83. 83 pul olsin deyapti ekan, 81 savdo bo'ldi ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 50lik 005 33 83 shu nomerga bog'lanamiz. Aka variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqdga kelishamiz. Yangiroq Damas so'raganlarga Sarasadan 2024-yil Damasimiz sotuvda ekan. Aka 2024 kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan, saka diskalar, 4 ta yangi balon qo'yilgan, shirokki balonlar. Xo'p, yoqilg'isi metani ham bor ekan, 65 talik. Salonchini qarang, aka qanday ashukagacha chiqol qilgan, tevalarni qarang. Juda chiroyli chiqollar qilingan ekan. Xo'p. Mana aka. Xo'p. Probek qancha aka? 18 mingmi? 18 ming yurgan ekan, 2024-yil Damasimiz sotuvda ekan. Damas oladiganlar bo'lsa, marhamat. Aka narxi nech pul?
Qancha deyapsiz? Xo'p, 2024-yilda emas, 18 ming yurgan adashmasam. Aka 18 ming yurgan, ha? Narxi qancha? Biriz necha? 93 million ekan, uzr. 93 million baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka. 93 baho qo'yilyapti, kelishamiz deyapti. Nomerda aytib qo'ying aka. 95lik 95lik 529 529 0772 02 77 ha? Ha 0777 hozir nomerni bashlatdan olaylik-da, adashib ketmasin. 90 nechilik aka? 95 95lik 529 529 0772 0772 ekan. Shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili 2023-yil Damas sotuvda ekan. Damas oladiganlar bo'lsa, marhamat, qo'ldan kelgancha Damaslar tanishtiramiz. 2023da kraskasi qanday aka? Kraskasi top-toza, u koja chixollar qilingan, chixol polik qilingan ekan. Probeg 49 ming yurgan, 2023-yil. Kraskasi toza ekan, qarang tevalargacha. patolog hamma narsa Chixol polik hammasi qilingan ekan. Metani ham bor ekan 65 talik. Aka 2023 49 ming yurgan Damas narxi necha pul? 85 million. 85 deyilyapti. Savdoni ayting aka. Savdosi 80 million bo'ldi. 80 ga bermadingizmi? Udarki kelishamiz yana. Variant bormi yo'qmi aka? Variant gaplashamiz. Variantni ham gaplashamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 99lik 014 014 70 02 70 02 shu nomerga bog'lanamiz. Qayerdagi mashina aka? Denodagi ekan. Damas avtomobili Denodan 2008-yil Damasimiz sotuvda ekan. Damas oladiganlar bo'lsa, marhamat. Kraskasi qanday 2008da? Petnolari bor ekan, motor, korobka, zardimoslar qanday? Mo'ypo yemaydimi? Zardimoska shumi yo'qmi aka? Xo'p, mana Damas sotuvda ekan. Chixollari bor ekan. Probegi 2,5 kurikdan oshiq yurgan ekan. Yili necha dedingiz? 2008 mana kuzov raqami ham turibdi. 2008-yil Damas sotuvda. Metani ham bor, 65 talik. Narxi necha pul bo'lyapti 2008da? 40 million so'm baho qo'yilyapti ekan 2008 Denodan. Mana aka puli yengilroq Damas, motorlari yaxshi deyapti. Savdoni ayting aka necha bo'ldi? 33 million savdo bo'ldi, 40 deyapsiz, kelishamiz ha. Nomerni aytib qo'ying. 93lik 761 88 84 shu nomerga bog'lanamiz. Yangi labos so'raganlarga Denodan 6-oktyabr kuni chiqqan 2025-yil pachka labos sotuvda ekan. Probeg 73 km, deyarli 5 probeg, hali 100 km yurmagan yangi labo 2025 sotuvda ekan Denodan. Hozir naqdgami, variantgami so'raymiz, hammasini bilib aytamiz. Qarang, 73 km yurgan 2025-yil labo sotuvda, salonda shunday chiqqan, hali gaz pas qo'yilmagan. Aka, narxi necha pul buni? Variantga 5 oyga beraman. 1 nechiga? 112 ga 5 oy. Variantga 112 millionga 5 oyga beramiz deyapti. 5 oyga beramiz deb boshidan qancha berish kerak aka? 55 million bo'lsa 5 oyga 112 millionga variantga olib ketasizlar. Naqdga necha pulga berasiz aka? Naqdga 105. Naqdga 105, yana o'tar qaytarib boran 4-5 ming gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 90lik 90lik 645 645 20 31. 20 31 shu nomerga bog'lanamiz. Yangi labo so'raganlarga Denodan yana bitta yangi labo sotuvda ekan 2025-yil. Hali gaz pas qo'yilmagan, shundaygina yangi turibdi. Qancha yurgan? 1000 km yurgan yangi labo sotuvda ekan Denodan. Azonchlarimizda labo oladiganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka salonchilari probegni qarang, 1000 km yurgan labo sotuvda ekan. Aka, narxi necha pul buni? 102 million so'm baho qo'yapti, o'tar qaytari bor. Kelishamiz deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Aka, buni xolasa Cheriz bank qilsa bo'ladimi yo'qmi? Misol uchun boshdan 30 million, 35 million bo'lsa variant qilsa bo'ladi Cheriz bank. Aka, nomerni aytib qo'ying. 99lik 377 80 22 shu nomerga bog'lanamiz. Aka, buni naqdga kelishamiz ham, oladiganlar bo'lsa. Bo'ldi. Mana labo avtomobili Denodan 2024-yil labocha sotuvda ekan. Labodan ham tanishtiring degan obunachilarimiz bor. Marhamat, 2024 xullas profildan chiroyligina alkobon qilib kuzovlar qilingan ekan, ko'ryapsizlarmi? 2024 metani ham bor ekan, ikkita. Xo'p, salonchilarni ko'rsataylik. Mana poliga bor ekan. 2024 36 ming kilometr yurgan labomiz sotuvda ekan. Chiroyligina qilib kuzovcha qilib qo'yibman ekan. Qo'y mol tashishga ham qulay, mini pul topar mashina sotuvda ekan. 36 ming kilometr yurgan 2024. Aka, narxi necha pul ekan buni?
100 million so'm baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka. Savdo 96 millionga bermadi. 100 million baho qo'yilyapti, 96 ga berilmadi. O'tar qaytarib bo'ldi aka. Buni ham Cheres bank yoki variant-parentlari bor. Nomerda aytib qo'ying aka. 99lik 99lik 377 377 8022. 8022 shu nomerga bog'lanamiz. WhatsApp, Telegram hamma narsasi. WhatsApp, Telegram hamma narsasi bor. 24 soat telefon qilasizlar. Aynan Denodan Labo sotuvda ekan 2024-yil Labo oladiganlar bo'lsa marhamat, Damas Labo sotuvda. 2024 aka gaz pas qo'yilmagan, faqat balon qo'yilgan, ha? 2024 4 ta balon yangi qo'yilgan Shirokki balonlardan. Mana salonchilar qarang, cholchasi bor ekan. Xo'p, 22 ming yurgan 2024. Mana aka, xo'p, balonlarni qarang, benzinda ekan, hali gaz qo'yilmagan 2024. Qarang, akada Labo ko'p ekan, Labo oladiganlar bo'lsa, xohlasangiz naqdga, xohlasangiz variant ismi Cheres bank ham chog'ir olsangiz bo'ladi. Xo'p, aka bu 2024 ta narxi necha pul? 95 million kami bor. 95 million so'm baho qo'yilyapti, o'tar qaytarib bor, kelishamiz deyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdo bo'ldi. Necha pul aka? 87 million bo'ldi. 87 ga bermadingiz, ha? Shundan oshsa sotish niyat bor. Nomerda aytib qo'ying aka. 88lik 88lik 850 850 8150. 8150 ha? Shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili Oltinsoydan, Dehqondan Damas Labo sotuvda ekan, shu amakniki ekan. Amak yili necha buni? 22. 2022. Xo'p, yurgani qancha? 80 ming. 2022-yil Labo 80 ming kilometr yurgan, chihol poliklari bor. Mana probeglari 80 ming. Xo'p, motorlari, zadmoslari qanday? Korobkalari? Tak ketmaydi. Zo'k yo'qmi? Zadmoslarga zo'k yo'qmi? Yo'q, javob. Mana metanda ekan. Xo'p, necha pul deyapsiz amak buni? 90 deyapman. 90 deyapsiz. Savdoni ayting. 82 bo'ldi savdosi. 90 baho qo'yilyapti, 82 savdo bo'ldi ekan, ertalab berilmagan ekan. 85 bo'lsa beraman. 85 bo'lsa sotamiz deyapti. Nomerda aytib qo'ying amak. 95lik. 95lik 186 186 93 33. 93 33 shu nomerga bog'lanasizlar. Oltinsoydan amak Labo sotyapti. Labo so'raganlarga bu zavodskiy ekan, bu Damas kesib Labo qilingan. Ikkita Damas Labo sotuvda ekan. Termizdan. Bu zavodskiy Labo. Yili necha ekan buni? 2023-yil. Mana Termizdan Labocha sotuvda ekan. Labo olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, 2023 aka probeg qancha? 2023 45 ming yurgan chihol poliglar bor. Yoqilg'isi nimada aka? Yoqilg'isi propan gazda ekan. Mana propani ham bor ekan orqada. Xo'p, tayyor ekan. Profildan kuzublar qilingan, lentashlar qo'yilgan. Xo'p, aka narxi necha pul buni? 90 million. 90 million so'm baho qo'yilyapti. O'tar qaytarib bor, kelishtirib beramiz deb. Termizdanmi o'sha aka? Yili necha dedingiz? 2023 90 million so'm baho qo'yapti. Kelishamiz deb. Aka nomerda aytib qo'ying. 94lik 265 1997 shu nomerga bog'lanamiz. Termizdan mana Damas kesib Labo qilingan 2008-yil ekan. Mana azamcharimiz Damas kesib Labo qilingan Termizdan 2008 sotuvda. Dokumentlar bor aka? Xo'p, motor, korobka, zadmoslar qanday? Hamma zo'ra. 2008-yil mana chihol poligi bor, bari ham bor ekan, video registrator bor ekan. Probeg 244 ming yurgan. Xullas profildan chiroyligina qilingan. Mana aka. Xo'p, yoqilg'isi metani ham bor ekan. Xo'p, mana aka orqalari. Aka 2008 Damas Labo'ning narxi necha pul? 52 million deyapsiz, ha? O'tar qaytarib bor, kelishamizda. Korobkalar, motor, zadmoslarga zo'k yo'qmi aka? 52 deyapsiz. Savdoni ayting aka necha bo'ldi? Savdo 46 o'tdi ekan, kelishamiz deyapti. Aka nomerda ayting. 90-lik 94lik 265 1997 shu nomerga bog'lanamiz.